Xudo xolasa jigarlar mana xaridorlar kelib ketdi. Bitta molimiz baraka bo'ldi. Nari molimiz xudo xolasa. Assalomu alaykum. Chorva marhamat kanal obunachilari, hurmatli sigir YouTube chorva ishqibozlari, aka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Dehqonobod qishlog'idan akalar sotiladigan 4 voz, nechta bo'g'oz, 3 ta bo'g'oz, bitta ena bolasidan ko'rsatamiz. Videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, bir donadan like'ni bosib, obunani kuzatayotganlar obuna bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zallari akalar. Tish bosmagan go'zallari, yoshlaridan olib kelib qo'ydi xudo xolasa. Jigarlar bexijolat telefon qila olasizlar, pastga nomerlar qo'yibmiz. Molni go'zalligini qarang jigar. Bitta fuqammi? Tutamlarni qarang. To'ro yelim bir joyda. Nima deyapti jigar? Xudo xolasa Farruh akamizni filmasiga keldik. Bir qator narx-navosini aytib, chiroyli qilib ma'lumotlar berib o'tib ketadi. Bo'ldi, jigarlar xudo xolasa bir boshdan boshlaymiz. Farruh aka, tuzimsiz solasiz, mashinadan boshlayveramiz. Bir boshdan o'tib narx-navosini aytib, yellar tishlarini ko'rsatsangiz. Xo'p, akalar, bu bitta tuqqan, ikkinchisi Bitta tuqqan, ikkinchisiga bo'g'oz varianti. Necha oylik aka bu? 5 oylik. 5 oylik xudo xolasa. Tishini bitta ko'rsating-da. Tishi yoshmi? 6 kilo. Bitta oching-da. Jigarlar xudo xolasa bu yoq ham endi YouTube'ga chiqyapti. Xudo xolasa mana jigarlar tishi lapat kelgan. 8 taga olaveringlar, o'zi 6 kilo ekani. Tutamlarni to'shab qo'ying. Tutamlari yaxshimi? Mol o'ta yuvosh, qo'yda yuvosh ekan jigarlar xudo xolasa. Necha oylik dedingiz buni? 5 oylik xudo xolasa. Puli-chi? Pulini aytdi ayting-da. 5 million 500 ming so'm. Ya una demay, 25 million 500 yatta mol beryapti. Menga qarang, 500 ming so'm bizni obunachilar telefon qilsa, berasiz. Rozimisiz? Bor baraka. Akalar xudo xolasa 25 million so'm kam bor, 5 oylik suti ham boridan jigarlar, 6 kilo ichi. Keyingisi o'ta tapalaq variantida molni qarang jigar. Voy, chiroyliligini qarang. Xudo xolasa bu ham xijolat qilmas ekan akalar. Mol tishini ko'rsating buni. Bunisi ham 5 oylik bo'g'oz. Bu ham 5 oylik. Uchinchisiga bo'g'oz. Uchinchisiga 5 oylik. Xudo xolasa jigarlar. Mana. Oh, 8 kilo ekan, lapat ekan jigarlar. Yoshlari dedim-u, mol tutamlarni qarang jigar. Mana. Tepadigan. Orqa oldi tanlamaydi. Omma mol haqiqatda istarali chiroyli mol ekan. Nech pul bu? Bu 23 million. 23 million so'm. 500 ming so'm. 23 million 500 ming so'm kam bor. 500 ming bundan o'tib beraverasiz. Borsani 25 million. Bo'ldi. 23 million so'mga uylarga boradi, 25 million so'mga uylar bor. Telefon qilaverasizlar. 25 deb 25 emas, 30 o'tizga sotilmaydi. Telefondan oson kelishadi. Savdo sunnat akalar. Xudo xolsa bu gul ekanda, Farruh aka bu, ha? Toshkent Alaparod ekanda. Yomon yering narsa ekan. Bu nechta tuqqan ekan bu? Bu ikkita, uchinchisi. Buni ham tishini ko'rsatib qo'ying. Negativlar ko'rib maza qilsa mashina tishlarini. Mana, jigarlar. Voy dod, 4 kilo ekan jigarlar. 4 kilo ekan. Mana jigarlar, suti-chi suti. Suti 5 ta. Suti 5 ta. Buniki-chi? Buniki hammasi 5 ta. 5 ta. Necha oylik bu? Bu 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz, ha? 3 oylik bo'g'oz variantda xudo xolasa tishlari 4 kilo go'zalidan Toshkent Olaparodani o'sadigandan so'raganlarga puli nechi puli? Shirin joyini ayting. 23 million 500 ming qo'yaylik. 23 million 500 ming so'm kamag'az bicha kelishaveradi, bo'ldi.